Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah va ba'd. Assalomu alaykum hurmatli aziz birodarlar. Robbimizga cheksiz hamd va sano, janobimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlarimiz, durudlarimiz bo'lsin. Bugun sizlar bilan suhbatlashadigan mavzuyimiz suv obi hayot, suv ulug' bir ne'mat ekanligi borasida bo'ladi. Bugungi kunimizda bizlar suvga qilayotgan nohaqliklarimizdan hatto tabiat, atrof muhit buzilib boryapti. Vaholanki suv ulug' ne'mat. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'izu billah huvallazi anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mawtiha. U shunday zotki osmondan suvni yog'dirib o'lik yerlarni tiriltiradi deydi. Suv shunday muqaddas, ulug' bir ne'matki Alloh subhanahu va taolo bu bilan borliqqa hayot baxshida etadi. Shunday ekan biz bu suvni qadriga yeta bilishligimiz kerak. Sahobalarni birlari daryoni oldida turib, ya'ni og'zida, yonida turib, tahorat olayotgan vaqtlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ey falonchi suvni isrof qilmagin dedilar. Shunda u kishi ey Allohning rasuli, suv mo'l ko'l bo'lgan joyda turib ham men hozir qilayotgan ishim isrofga kiradimi? Ya'ni bu borada ham suvni tejashligim zarurmi? Isrof qilmaslik to'g'risida o'ylashim kerakmi degan mana shu ma'nodagi so'zni aytganlarida payg'ambarimiz alayhisalom ha shunday, suvni ustida turgan bo'lsang ham suvni isrof qilmagin dedilar. Demak mana shu hadisdan ko'rinadiki biz suvga nihoyatda e'tiborli bo'lgan holatda muomala qilishligimiz kerak. Tarvuzlarni muzlatishlik uchun suvni yoqib qo'yishligimiz yoki bo'lmasa cho'milishligimiz uchun bir ozginagina rohatlanishligimiz uchun toza ichimlik suvdan foydalanib o'zimizni hovuzlarimizni suvga to'ldirib va uni tez-tez almashtirib mana shunday holatlarda turishligimiz ham asli isrofgarchilikka kirib qoladi. Endi-ku avtoulovlarimizni yoki bo'lmasa ekinzorlarimizni ichimlik suvlari bilan sug'orishligimiz bu borada ham biz o'ylab ko'rishligimiz kerak. Ya'ni o'ylashligimiz shu darajada bo'lishligi lozimki, har bir iste'mol qilayotgan, ya'ni bizdan iste'mol qilib bo'lingan suvlarni ham shunchaki oqizib yubormasligimiz kerak. Mana shu borada agarda biz biroz o'ylab ko'radigan bo'lsak, tabiatga qilayotgan muomalamiz o'zgaradigan bo'lsa, albatta biz suvga qilayotgan muomalamiz sababidan Alloh subhanahu va taolo o'zining ne'matlarini ziyoda qilib beradi. Atrofga qaraylik, qurg'oqchilik hukm surayapti. Atrofga qaraylik, xavf o'z-o'zidan yaqinlashib kelyapti. Mana shuning uchun ham biz bu borada suvga bo'lgan hurmatimizni, suvga bo'lgan ehtiyojimizni tartibga solishligimiz lozim. Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, Parvardigorimiz bizlarni suvlarimizni o'zi mo'l ko'l qilib bersin. Parvardigorimiz barchalarimizni mana shunday polizlarimizga, ekinzorlarimizga yomg'irlarni ko'plab yog'dirsin va bu orqali aziz xalqimizni Alloh subhanahu va taolo ne'matlariga o'zi bisyor qilsin, ne'matlariga ziyoda aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruk va natubu ilayk.